To'g'ri, men oyim bilan ko'p qo'yaman stories, chunki men xohlayman. Odamlar meni kuzatayotganlar qanaqadir o'rnak bo'lishini men oldimga ko'pchilik kelib, "Aka, onangizni hurmat qilishingizga besh ketaman, rahmat, shunchalik yo'q" deydi. Men xohlayman. Chunki men paytida kuydirganman hamda oyimni. Qaysidir paytda ozgina sho'x bo'lib qolib, noto'g'ri ishlar ham qilib qo'ygan bo'lishim ham mumkin, lekin xohlayman har doim birinchi o'rinda hamma joyga ona qo'yilishini xohlayman. Именно jannat nimaga onalarning oyog'ini tegdi degan savolga javob qayerdadir dokazat qilib qo'ysangiz, menimcha o'sha yerda biz boshqa narsani ketidan quvib yurimiz deb o'ylayman-da. Просто так oy telefon qilganda olishingiz kerak, ona aytgan gapni eshitish kerak, ona bilan suhbatlashish kerak. Mana yonimizda suv oqadi-da, biz ketyapmiz, daryo qidirib yuribmiz-da. Suv yo'q deb, lekin yonimizda oqadi-da. Men har doim xohlayman. Lish bu onani qadriga yetish kerak. Bolalar mamnaqa, bolalar unaqa. Har doim oyimni qo'yaman. Oyim ham samimiylar-da. Bizda soxtagarchilik yo'q. Oyim story solman-da. Hozir mana qilib berasiz deb yugurib kirmayman. Primoy kamera yoqaman. Biz o'zimiz onamga Turkistondan o'sha Shevada ham gapirib ketaveradilar. Toshkent Shevada ham gapirib ketaveradilar. Bizga farqi yo'q. То есть подстанова, oyim mana rolini berasiz deb hozir yig'lab berasiz demayman. Uni deyolmaysizmi endi onaga. Просто действительно men oyim bilan ko'p stories qo'yaman, chunki oyim ishga borib ketayotganlarida ko'pincha mashina haydamaylar, даже taksi to'xtatganlarda ham siz Farhodning onasiz pul olishmaydi, metroga tushsa yoki qayergadir kirsalar, o'sha odamlar oyimni taniganda, oyim xursand bo'lib kiradilar. O'sha narsaning orqasidan baraka kelyapti-da menga. Men oyimning hojatlarini, hamma narsalarini joy-joyiga qo'yib yurganim uchun ham qatlidir rasmim chiqyapti, qatlidir yaxshi mashina minyapman, qatlidir Alloh jonimni saqlab qo'yapti. Yaxshi kiyim beryapti, yaxshi ulfatlar bilan, yaxshi dasturxonlarda yomon insonlardan uzoqroq tutyapti-da. Agar ko'pchilik omadni boshqa joyda deb o'ylayotgan bo'lsanglar, qanaqadir ishim yurishmayapti. Bitta shu har kuni ertalab bir hafta oiladan, onadan, otadan duo olib ishga chiqib ko'ringlar. Keyin duo olmagan haftalar bilan bitta solishtirsanglar, sezasizlar. Agar endi ota-ona bo'lsa, endi ko'pchilikning ota-onasi, balkim otasi, balkim onasi yo'qdir, tegib ketgan bo'lsa uzru. Lekin shu ishni qilib ko'ringlar, mabodo. Bor effektli narsani aytolmayman. Osmondan olib aytayotgan bor narsani aytolmayman. Так что bizda endi oyim o'zlari katta qilganlar-da. Adam rahmatli. Biz men ko'shk to'rmasimni olamdan o'tib ketgan bo'lsalar, biz endi ko'pchilik qiynalgan davrini aytadi-yu, men o'zimni qiynalgan davrimni aytmayman. Men oyim qiynalganini ko'rganman-da. То есть pulga ehtiyoj katta, nonga pul yo'q oyimda, tam medsestra bo'lib ishlaylar maktabda. Qo'shnidan pul olib kiramiz nonga. Erkak kishiligingizni bilib turib, erkak kishisiz, lekin qo'lingizdan hech nima kelmasligini bilganingizda, yer yorilmas ekanda, kirib ketmas ekansiz. Lekin yosh bolasizda, misol uchun qayerdadir kimdir yosh bolaligingizda qo'lingizga pul berib qo'yadi. Shu paytda bizani o'rnimizda 100 so'm, 50 so'm, 2 so'm shu pullarni yig'ishni o'rganganman. Shu payt chunki bilganman, agar ertaga vudurib nonga pul qolmasa, oyimga beraman deganman. O'sha yerdan qolib ketgan. Просто pulni to'g'ri taqsimlash, to'g'ri yo'naltirish. Men pul topolman deb klubga просто tak qayergadir bormayman. Birinchi bo'lib turib, meni niyatim shunaqa edi. Yaxshi uy qilaman, oyimga yaxshi kelin olib kelaman, keyin o'zim ishimni tvorчеством yoki bo'lmasam qanaqadir biznesim bo'lsa, nima ish bo'lsa ham, ofitsiantlik bo'lsa ham qilib ketaveraman. Просто oyimga yaxshi bo'lsin. Chunki kuyib bo'ldilar-da. Men oyim agar mabodo qanaqadir sinov kelib qolsa boshimga, ayol kishi bo'lib oyim o'tkazgan narsalarni oldida mana bu hech nima emas deyman-da. Gap ko'pchilik pulga taqiydi-da. U gap o'tib pulda emas edi bizda. Gap uyingiz oddiyligida, kimdir kirib sizni kamsitishida, qarzingiz ko'payib ketganida, pulda emas. Просто hamma joydan udarda bu. Pastga qaraysiz, qo'ni-qo'shnilar, takoy oilaviy bozorlik qilib kelishyapti. Bu saldan keyin oyzodan kelyaptilar bitta paket ko'tarib, ichida ishxonalarning narsalari bor. Tushunasizmi? O'tdacha so'z bilan ta'riflab bo'lmaydigan kadrlarda bu yerda. Keyin bitta gap aytganlar. Sandan bersam, san orqali rohatimni ko'ray, balki Alloh berar. O'shanda ham samimiy edi, chunki уже
98-yilda olamdan o'tib ketgan bo'lsalar, 2020-yilda ham biz o'sha eski uyimizda edik. Gunoh katta, misol uchun pul ham topmasdim. Shuning uchun hozir kimdir mabodo mani pul topishimga gapiradigan bo'lsa, men просто spokойно o'tiraman-da. Demak, yo endi senga endi beradi. Yoki sen o'zi topib bo'lgansan. Ammo imенно pul taraflama men uchun важный emasligini bilaman-da u narsa. Chunki bugun sizda, ertaga menda, ertaga sizda pul qo'lga kiradigan narsa rost gap. Просто o'sha hayotingizdagi qanaqadir momentlar hayotingizdagi sizni tarbiyalab qo'yar ekanda. Bo'ldi, o'sha tarbiya bilan siz buzilmas ekansiz. Bir xilda o'sha narsadan noto'g'ri yo'lda foydalanib qolar ekanda. Kimdirlar o'sha tip hayotga bo'lgan nafrat kuchayib ketib qoladi. Nimaga menda bo'ldi? Nimaga meni buni sinayapti? Nimaga bizani uylarimiz uni qiynalish kerak deydi, ko'zini chiqib sal noto'g'ri yo'lga yuraveradi, shu bilan ketdi. Menda unaqa narsa bo'lmagan, menda to'g'ri tushuntirganlar. Ichishing kerak emas, menga va'da ber. Kichkinaligimda tizzalariga o'tkazib qo'yib, 4 ta narsadan so'rab olganlar. Ichmayman degan, ichmayman. Sigaret chakmayman degan, chakmayman. Uylanganingda ayolingga qo'l ko'tarmayman degan, qo'l ko'tarmayman, tushunasizmi? O'g'irlik qilmayman deganlar. Endi keyin va'da berasiz-ku, o'sha kartina qolib ketadi, o'sha paytda yetarli. Oyim endi yig'layirdilar, men kichkina bolaman, opam bor. Men sizga katta uy olib beraman. Bu paytda 200 eshki merslar moda bor. Bozor mers olib beraman keyinchalik, lekin katta bo'lib shu ishlarni qilaman derdim-da. Ana kuni tug'ilgan kunlar trekker olib beraman-da, hozircha mers emas, lekin samoyim endi ishonmaylar haligacha tush ko'ryapman deb o'ylaylar. Har kuni kechqurun gapirib, misol haftada bir marta bo'lsa ham gaplashsam, bolam men tush ko'ryapman deb o'ylaylar. Chunki shu darajada Alloh unda o'g'irib qo'ydi-da. Ovqatlanayotganimizda go'sht kam bo'ladi, pashti bo'lmasdi. Makaron yoki bu narsa yeyotganimizda niyat qilardim. Opam, men oyim kichkina xon taxtamiz, oyoq qiy shu. Katta bo'lganimda mana shu oyim, opam, men o'zimiz xohlagan zo'r ovqatni qilib, go'shtli yeb zo'r maza qilib o'tiramiz derdim-da. Bukvalno 4 kunmi 5 kun oldin opacham Qozog'istondan keldi, jiyanlar, oyim nevaralari. Yaxshi ovqat qildi-da, o'tiribman, aka, men o'zim g'alati bo'lib yig'lab yubordim. Prosta o'sha kartina eski holat esimga tushdi. Hayot qiziq ekan. Bunda xuddi ana yurak urishiga o'xshab chiqib tushar ekanda, bir kun unaqa ekan, lekin xursand bo'lib ketdim. Men o'sha kadr Alloh menga bergani uchun ham hozirgiga berib qo'yganiga men ming shukr duordim-da. Yo'yimga yetdim. Men shunaqa payt niyat qilardim. Sen prosta niyat to'g'ri qilish kerak ekan deb bolam berdilar. Shu paytda ham shu gap aytardilar, hozir ham niyating to'g'ri qil. Har doim yuragi o'ynab ketadigan ona keyin dabdala qilishganda umuman ob-havolar o'zgarmadi. Bolam yaxshiligi ungacha bilasiz-ku, ona-ku. Nimadir bo'lsa vohma bo'ladi. Umuman bu safar unaqa bo'lmadi. Bolam nimadir bo'lganki, o'sha narsani oldi. O'zi Xudo berdi senga. Kerak bo'lsa oldi. O'ylama, sen uyga sog' kelganingga rahmat dedilar-da. Hech kim onadek kuyib pishmas ekan lekin. Kim onachalik siz uchun javob beraman gapimga. Shunaqa. Qayg'urmas ekan. Ayolingiz ham onachalik bo'la olmaydi. Ona boshqacha, bu onani o'rni aka. Bilib qo'y bilaman, конечно. Onani o'rni hech nima bilan tenglashtirib bo'lmaydigan darajada ekan. Lekin gapi yo'q, rahmat. Prям manda shunaqa bo'lgan. Endi hamma o'zini kimlar o'tirmagan stol hamma o'zidan kelib chiqib aytadi-da. Men o'zimdan kelib chiqadigan tarafim, men oyimdan boshqani ko'rmayman. Juda ko'p ibratli gaplar bo'ldi-da. Men bilmayman, naskолько zritellarga men o'zim uchun juda ko'p oldim hozir, to'g'risi.